Assalomu alaykum hammaga. Farg'ona shahar O'zbekiston tumaniga mol taroz olib keldik. Katta mol firma bor ekan. Hozir tortgan imkoniyat bo'lmadi. Mollar bezovta bo'ladi ishda. Aka, shuni tarozga chiqib nima qiling? Tarozimiz razmeri uzunligi 2 metr, eni 1 metr, 2 tonnagacha ko'rsatadi, tortadi. Mana tarozimiz. Aka, qabaqa qimillang. Mana odam yurganda ham deylik, kilo o'ynamaydi agarlar. Eng asosiy narsasi hozirgi kunda mana shu bo'lyapti. Kilo o'ynashi. Bu narsa faqat aka bizi Turkiya tarozlarimizda bo'ladi. Aka, obunachilarga ham bir og'iz. Assalomu alaykum obunachilar, qaysizlar? Xo'sh, mana akamiz olib kelib o'rnashdi, yaxshi, ko'ngildagidek sizlarga ham tavsiya qilamiz. Telefonlariga aloqaga chiqarasizlar. Mana biz ham oldik, yo'lida qilib berishdi. Rahmat. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Rahmat. Xudo xolasa yaxshi. Yaxshi. Ko'ngildagidek bo'ptimi axir? Yaxshi, zo'r. Yig'ishtirilayotgan mol tarozimiz bu. Mana ko'rinish holati. Yig'ishtirib haryatga o'tiraverar ekan, kerasi bor. Yaxshi, hamma joyda. Shunaqa. Bu tarozimizning narxi $520. Dastavkasi alohida bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor, faqat alohida dastavkasi. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.